bugun bizning do'stligimiz Bebazor mahallasida bayram bo'lyapti. Mana shu bayramlarda yurib bizlar mana nevaralarimiz bilan mazza qilib yuribmiz. Avvalambor biz prezidentimizga rahmat aytamiz. Chunki prezidentimiz mana shu hamma mana shularni tashkillashtirib gullab, yashnab deb aytganligi uchun hamma joylarda mana bizning hokim o'g'lim mana do'stligimizni juda ham chiroyli qilib qo'ydi. Do'stlikning ichiga kirsak juda ham chiroyli bo'lib, hamma joylar svetlar, chiroyli o'yingohlar bor. Nevaralarimiz mazza qilib o'ynayapti. Mana bu bizning sohilimizni ko'rsalaringiz bir paytlar qarovsiz bo'lib yotardi. Chiroyli bo'lib fontanlar qo'yib berdi. Hamma joyni chiroyli qilib qo'ydi. Mana bu yerda yaxshi o'tirib dam oladigan joylar, bemalol o'tirsak bo'ladi. Hamma mana shu katta prezidentimizga rahmat deyman. Umrlari uzoq bo'lsin. Mana shunday har doim yurtimizni tinchligini saqlasin. Hamma joyda mana bizning O'zbekistonimiz tinch. Hamma joyda farzandlarimiz, nevaralarimiz mana o'ynab, kulib yuribdi. Mana shunga prezidentimizga rahmat aytaman. Mana shunday chiroyli qilib qo'yganligi uchun katta rahmat deymiz. Bizning Bebazor mahallamiz har doim prezidentimizni ham, hokimimizni ham duodamiz bizlar. Har doim sog' bo'lsin, salomat bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Mana shu yetib O'zbekistonimizni mana shunday rayonlarni gullatib yashataversin. Rahmat. Mana bugun biz nabiram bilan mana shu yangi ochilgan sohil bo'yiga aylanishga keldik. Rosa ko'rib xursand bo'ldik. Buning uchun avvalambor prezidentimizga, mana shu hokimimiz Shavkat Arvishga alohida rahmat aytmoqchiman. Men o'zim tadbirkorman. Mana bozorda kuni bilan o'tirib kelib rosa xursand bo'ldim to'g'risi. O'zi uydan bozorga qarab ketayotganda ko'chalarimizni ozoda, har taraflari rayhonlar ekilgan. Shu borganimcha shunaqangi xursand bo'laman shu yerlarda yashayotganimizdan, mana shunaqangi chiroyli joylarni odam ko'rib baxti diling ochiladi. Shuning uchun rahmat. Mana qisqa muddat ichida bizning kanalimiz kanal bo'yida nihoyatda katta o'zgarishlar bo'lyapti Qodir aka. Mana qo'shnilardan chiqib, butun xalq chiqib, butun bola chaqa, katta kichik hammasi chiqib, mana shu sohil bo'yida dam olyapti. Buni sohil bo'yini biz oldingi holatini aytadigan bo'lsak, nihoyatda bir nachar ahvolda edi. Butun hamma yerda o't yalang o'sib yotaydi. Boshqa bir tartib nizom yo'q edi. Mana bu qisqa muddat ichida shunaqa joy tashkil bo'lganiga nihoyatda xursand bo'lib, xalqimiz, elimiz, yurtimiz mana bir obod bo'layotganligidan butun tumanimiz ahli xursand bo'lyapti. Buni boshqarayotgan, buni tashkil qilayotgan barcha tumanimiz rahbarlariga juda minnatdorchilik bildiramiz. Albatta mana bitta shu sohil bo'yida ish bo'layotgani yo'q. Tumanimizning boshqa joylarida ham juda bir yaxshi ishlar bo'layotganini biz guvohi bo'lib turibmiz. Biz masalan pensionerlar mana bundan mamnunmiz. Juda ham chiroyli bo'layotganligidan. Mana shu sohil bo'yida qilinayotgan ishda magazinlar, savdo to'chkalari qurilayotganligidan nihoyatda xursandmiz. Mana fontanlarni qarang. Fontanlar nihoyatda bir ajoyib Qodir aka. Shunaqangi qarang, endi bolalar yayrashini qarang. Katta kichikning yayrashini qarang. Juda ham bir mazmundan ham juda ko'ngildan ham juda ishlar bo'layotganidan biz xalq juda xursandmiz. Albatta mana tumanimiz ravnaqi, tumanimizning kelajagi, tumanimizning kundan kunga obod bo'layotganligi bizni keksalarni nihoyatda quvontiradi. Albatta bunga biz albatta rahmat deb javob beramiz. Toshkentdagi joydagi shunaqangi xalqimizning bir sharoitini yaratib bergan avvalambor prezidentimizga rahmat. Mana shu tuman hokimimizga rahmat. Sog' bo'lsin shular, salomat bo'lsin. Xalqimizning tinchligini o'ylab, xalqimizning bir farovon yashashi uchun shuncha sharoitlar qilib berdi. Bu tarix lardalarda yoziladigan bo'ldi bu. Hech qachon bo'lmagan. Mana shu rayonda
67 yildan beri yashayapman, lekin bunchalik bo'ladi deb o'ylamagan edim. Buni o'zim ham guvoh bo'lib turibman. Kechalar yuramiz qap-qorong'i edi. Hozir yurib biz bilan yonimda nabiralarim bilan bir xursandchilikni ko'rib turib, nabiralarim ham xursand, oilam ham xursand, rayonimiz ahli ham xursand. Prezidentimizning inisiativasidan shunaqa sharoit yaratildiki, rayonimizda hozir hech bir taqozob bo'lmaydi. Bir kelganimizda, bu yerga kelganimizda bir qandaydir qaqrab yiqqan cho'l edi. Yantoqlar uchib, o'tlar uchib, asfalt ham yo'q edi. Buni ko'rib turibsiz, jannat makonda ham bo'ldi. Ertalab yuramiz bir toza havo joy, suvning yoqasida bir hech bir nima deydi, g'am g'ussasiz bir charchoqlardan chiqarishga juda bir a'lo darajada bo'lib qoldi yo'llarimiz. Rayonimizning ichilarini ko'ryapsizlar, rayonimizning har bir mahalla ham shunaqa go'zal bo'lib ketyapti. Go'zalligi bundan ham oshaversin. Prezidentga rahmat. Sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Xalqimiz shunaqa o'ynab kulib yuraversin mamlakatini. Xalqimizda xursandchilik, yuzlarida bir tabassum. Qaysi qaraman, qaysi bir yigit qizlarga qaraman, yuzida bir tabassum, chiroyli bo'lib, xuddi kanallarga, oldimizdagi oqayotgan mana bu fontanlarga qarab turib, ko'zlaringiz quvonadi. Shularning yuzida ko'rib turib, tabassumni ko'rib. Sog' bo'lsin, xalqim omon bo'lsin avvalambor. Men O'zbekistonda tug'ilganimga hamisha xursandman, baxtliman.